Assalomu alaykum. Urganch Metan servis obunachilari. Mijozimiz Buxorodan gapdi, xudo xohlasa. Buxoro Sharif 500 kilometr. İşimizni internetda ko'rib, ishimizni sifat xudo xohlasa yoqib, shuncha yerdan kelibdi. Mijozimizga katta rahmat aytamiz. Bu klientimizning avtomobilini full variantda xudo xohlasa metallarni ustanovka qilib berdik. Оборудованияларimiz eng full komplektatsiyada bo'ldi. Spesialniy turbina avtomobillar uchun ishlab chiqarilgan оборудованияларdan ustanovka qilindi. Polsha, Italiya zapchastlardan ustanovka qilindi. Garantiyasi 2 yil oladi. 2 yil yoki 40 ming kilometr. Garantiyamiz O'zbekiston bo'yicha yuradi. O'zbekistonning hamma viloyatida biznikining dilerlari bor. Bir narsasi buzilsa, bir narsasi go'ysa, любой viloyatda bo'lsa, shu viloyatning o'zida xudo xolasa almashtirib ketaveradi. Endi u deyanim tana buzilib yotmaydi. Endi nafsi eksploatchi buzilib qolgan taqdirda almashtirib bemalol ketaveradi. Bu avtomobilimizning kompyuter qismiga keladigan Stack Connect kompyuterlar bilan ustanovka qilingan Polshaniki bo'ladi. Polska оборудование plus tapu ustanovka qilingan. Tapu italyanskiy variant oladi. Bu tapuning vazifasi zajganiyani rani surib beradi. Mashina gazda yurgan vaqtda yengil yurishini xizmat qilib beradi. Zajganiya rani surilsa, bu metanda benzinnikining bo'lmaydi, Porschening ustida portlash. Mashina hisobiga tapu qo'ysangiz, propan yoki metan qo'ygan vaqtda Porschening ustida gaz tezroq portlab, tezroq yurishdan chiqib ketishini xizmat qiladi. Shuning hisobiga mashina yengil ham yuradi, 20-30 kilometr raziyatda ham beradi yurgan. Bergi tapu qo'yilgan mashinalarga qaraganda. Mashinaning yengil yurishini xudo xolasa xizmat qilib beradi. Injektor qismi montenda qaytib ketdi. Sportivniy variantda 0 injektorlar bilan ustanovka qilingan. Van Polshaning оборудованиесі bo'ladi. Reduktorina keladigan bo'lsak, ADAX reduktorlar bilan ustanovka qilingan, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan bo'ladi. Xudo xolasa bu komplektimizda 2 yil yoki 40 ming kilometr garantiya beramiz. Garantiyamiz O'zbekiston bo'yicha hamma viloyatlarda yuradi. Bu avtomobilimizni balon qismiga keladigan bo'lsak, 3 dan 37 likni ideal qilib ustanovka qilib berganmiz. Xudo xolasa netsa ko'rinmaydi. Tena ichine girib ketgan polni. 3 dan 37 likimiz bilan bugungi kunda 250 dan 300 kilometr adın şəhərin içində, Dalniya 300 dan 350 adın xudo xolasa bemalol yurib beradi. 100 ming so'mlik gaz oladi, 100 ming so'm bilan şəhərin içində o'rtacha 250 yurgandan zakonni variant. Xullas, kelaverasizlar, servisimizda ishlarimiz davom etib turibdi. Narx-navo bo'yicha pastda telefon nomerlarini qoldiramiz.